Laboratoriyamda bugun sen bilan gaplashgani kelganmish Fehmi. Ha, Algiz. Nima haqida gaplashdingiz? Sizlar bilan yo'limni ajratishim uchun menga dag'dag'a qildi. Xo'sh, sen nima deding? Javob qaytarishni lozim topmadim. Fehmi ko'zi uzadayga po'pisa qilib atrofdagilarni barini o'tga tashlaganini ko'rib qo'yadi. Kengashimiz bunga kerakli javob qaytarishiga shubhalanmasangiz ham bo'laveradi. Qani ketdik. Qayerga og'a? Kengashni yakson qilishga.